Ba'zida inson hayotida shunday davr keladi. Hamma narsa og'irlashadi. Ko'ngil siqiladi. Ichingda esa faqat charchoq qoladi. Hech kim seni tushunmayotgandek, harakatlaring bekor ketayotgandek, duolaring ham kechikayotgandek tuyuladi. Shunda inson o'zidan so'raydi: men nima uchun harakat qilyapman? Lekin eshit. Alloh hech qachon bandani tashlab qo'ymaydi. Faqat ba'zida yo'llarni sekinlashtiradi. Seni sinash uchun, seni kuchaytirish uchun. Bir oddiy haqiqat bor. Sinov kelganda inson yo sinadi, yo kuch topadi. Va sen bugun qaysi tomonni tanlayotganing muhim. Sportda ham xuddi shunday. Har bir og'riq bu to'siq emas, bu sinov. Har bir charchoq bu tugash emas, bu boshlanish. Sening ter to'kishing behuda emas, ichingdagi dangasalik sindirish uchun. U seni eski versiyangni sindiryapti va yangi davrni boshlayapti. Bir dono gap bor. Eng ko'p yiqilgan odam eng ko'p o'rgangan bo'ladi. Shuning uchun yiqilishdan qo'rqma. Agar bugun hech narsa yo'qishmayotgani bo'lsa, bu oxiri emas. Chunki Alloh sabr qilganlarni ko'taradi. Sekin, lekin ishonchli tarzda. Endi yaxshilab eshit. Sen bugun charchagan bo'lishing mumkin, lekin bu kurash seni sindirmaydi. Aksincha, bu kurash seni qayta yasaydi, seni kuchliroq qiladi, seni boshqa darajaga olib chiqadi. Shuning uchun tur, og'riqqa qarab yugur, charchoqlarni unut, ichingdagi shubhalarni yo'qot. Kuch bilan qaytib ayt: men to'xtamayman, men taslim bo'lmayman, men Alloh bergan kuch bilan davom etaman. Chunki bir kun keladi. Sen bugungi kuningni eslab kulasan va o'sha payt sening haqiqiy g'alabang bo'ladi va buni sen his qilasan.